Internet tarmoqlarida shov-shuvga aylangan Jasur Taysonning so'nggi jangidan so'ng mashina olgani ko'pchilikning muhokamasiga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik odamlar Jasur Tayson mashinasini kreditga olganmish. Endi u ham kreditini to'la olmaydi. Endi yana internetda shov-shuv gaplar bo'ladi. Endi Tayson ham Rossiyaga boradi degan har xil gaplar yuribdi. Bu kabi gaplarga Jasur Taysonning o'zi izoh berdi. Rostdan ham mashinasini kreditga olganmi yoki naqd pulgami? Jasur Taysonning o'zi barchasiga batafsil ma'lumot berdi. Asli nima bu? Mashinani hamma kredit deyapti. O kredit deyapti-da, hamma kredit olganim yo'q. Naqd pulga oldim. Bu birinchidan kreditni yoqtirmayman, ikkinchidan. Mana Allohning izni bilan yaxshi niyat qilganda mana jangda bilasizlar 1-0 pobedam bor edi. 2-1 qilib qo'ydim Allohning izni bilan. Alhamdulillah mana mashina oldim. Tishim yo'q edi. Tish qo'ydirdim mana. 4 ta tish qo'ydirdim mana bir yan tishida. Nasib bo'lsa inshaalloh 2 yildan keyin kirin qilaman degan sizlarni. 2 yil o'zi hali 1 yil bo'lgani yo'q. 2 yildan keyin ko'rasizlar nasib. Tartishgan bosib turinglar. Suv kabi bo'ling do'stim, suv kabi.